Добрый вечер, дамы и господа. Sizlar bilan Mo'ylovli tog'a tekinga hozir Steam'da o'yin olishni o'rganamiz. Buning uchun brauzerga kiramiz, Steam Tools deb yozamiz. Ofitsialniy saytidan uni sketch qilib olamiz. Uni xavfli joyi yo'q. Va bu joyda ikkita chiqadi. Bizga esa birinchisidan olib bosamiz. Bu uncha qiyin emas. Sketch qilib olamiz va mana yerda chiqqan narsani bosamiz, uстановить deb bosamiz. Har doimgidek dali degan narsalar chiqadi. O'shanaqa qilib tashlaymiz. U problema emas, to'g'rimi? Ana va ustanovka bo'lgandan keyin hop, keyin nima qilamiz? Mana bunaqa kichkina narsacha chiqadi. Mana u polniy ustanovka bo'ldi degani. Demak, keyingi ishimiz Steamga kiramiz. Hop, qaranglar, sizlarga chiroyliroq tushuntirish uchun mana bibliotekaga kiraman. Ko'rib turganlaringda umuman o'yin yo'q. Faqatgina bitta dona mana otishma CS:GO bor, dir deb otishadigan. Demak, hozir endi bizga qanaqa o'yin kerak? Mana shuncha o'yinlarning ichida tekinga olamiz. Demak, rekomendatsiyada qanaqa o'yinlar chiqadi? Mana bu James Bond, boshqa mana o'yin ham zo'r o'yin. O'rtoqlar bilan o'ynab o'tirgani, xullas, mana shuni olib ko'ramiz. Hogwarts. Ya'ni Harry Potterga o'xshagan o'yinni hozir biz tekinga olamiz. Hozirgi narxi $7 ekan, ya'ni skidkada asl puli $50 ekan. Biladi, kamroq muzdek narsa ich. Kerak. Demak, biz Google ga kiramiz. Boyaga Steam Tools sketch qilgandan keyin Steam Tools mana buni yozamiz. Mana shuni ko'rib turganlaringdek. Va uni qaysi biriga kiramiz? Mana bu 3-inchisiga kiramiz. Bilan qo'lim bilan ko'rsatyapman, kabuta kamera bordek. Mana bunisiga kiramiz, generatorga va bunaqa ID so'raydi bizdan. ID ni olishda qayerdan olamiz? Albatta, SteamDB deb yozamiz. SteamDBda mana bitta info chiqadi. Mana shuni bitta bosamiz. Hamma o'yinlarda IDlari shu yerda turadi. Qaysi o'yin kerak bo'lsa, shu yerdan olaverasizlar. Boya biz qaysini qidirdik? Hogwarts'ni qidirdik, ha? Tak chiqadimi-ki mana? Tak, IDC mana bu bo'ladi, birinchida turgani. Buni Ctrl S deb bosib yoki shunchaki kopировать qilib bosib bo'ladi va yana boyagi joyga qaytamiz va buni bosamiz. Xuddi IDC ni mana bu yerda Hogwarts'ga chiqdi. Tag generatorda bosamiz, bla bla bla, reklamalar chiqadi. Reklamalar tag polojni ko'rishga majbursiz, chunki o'yinni tekinga olyapsiz. Tekin o'yin sizga hech qachon bepul bo'lmaydi. Reklama ko'rishga majbursan, nima chiqishidan qat'iy nazar. Robotligimni isbotlab berishim kerak. Men odamman. Ana, men robot emasman. Vo, ana endi ishladi. Demak, Gori ili Holmi? Nima? Boshqatda. Velosiped. Mana bu. Okey. Ana, robot emasligimiz isbotlandi va koni tututeni bosamiz. Har holda buni klikda birinchida bosamiz. Bu ilova klik emas, oddiy klik deb yozilgan va 10 sekund shuni kutamiz. Ya'ni buni reklamalar o'qishga majburmiz. Ha, xulosda. 3 2 1 yangi yilingiz. Yo'q, bu yangi yil emas u. Va o'shan bosganimizdan keyin yana koni tututeni bosamiz. Va yana koni tutute. Keyin go to ur deb bosamizda yana 12 sekund kutamiz. Va getdik. Yo'g'a getlikni bosamiz. Va davlatni bosish shart emas ekan, o'zi chiqib keldi. Sahnani bitta bosamiz va qarab turibsizlarki, dadan ochildi. Zipga kiramiz. Zipni bosamiz. Har holda izvilichit qilamiz. Qayerga qilishlarni o'zingizlarga havola. Men o'zim avtomatik bo'ladi. Va endi kerakli narsa bizga chiqamiz. BM Steam nah kerak emas. Va boyagi Tools'ga bosamiz. Mana bunaqa narsacha chiqadi. Qo'yo'y narsacha chiqadi. So'kinma. Mana shu narsani ichiga deb olamizda, deb mana bunday qilib bitta tashlaymiz. Mana bunaqa yozuv chiqib keladi, ko'rib turganlaringdek. Keyin buni olamizda shuncha restartni bosamiz. Restartni bosamiz, kutamiz, o'zi avtomatik chiqadi. Bunga kiramiz. Qarabsizlarki, mana Hogwarts avtomatik pulli o'yin menga tekinga tushgan. Sizlar qiyin emas, buni bir eplab o'zingizlar qilib ko'ringlar. Yana bir narsa, ustanovka bosib o'zlaringiz ustanovka qilib olasizlar. Yana bir gap, hadeb o'yinni ko'p sketch qilib tashlamaydi maytdagi pulli o'yinlarni. Agar profillaring ban berishni xohlamasalaring,
haftasiga bitta ikkita o'yin qilsalaring bo'ladi, chunki band berib yuborishi mumkin, chunki tekin narsa qopqonda bo'ladi deydi-yu, shuning uchun bitta kam xo'ram hamisha xo'ram degan gaplar bor. Shu narsaga amal qilinglar, kam bitta ikkita 3ta o'yin olinglar maksimum bo'ladi bir haftaga. Uni o'ynab tugatgunlarigacha ancha vaqt ketadi. Iloji boricha agar akkauntlaringizga qancha qadrli bo'lsa, bitta olinglar. Bir oyga bitta dona o'yin olinglar. Yaxshi o'yin olinglar, bo'ldi. Tamam. Maytda o'zimni profilimda ham qilsam bo'lardi, lekin o'zim profilimda ko'p o'yinlar sotib olganman-da. Aniqrog'i tekinga olganman. Hozir yana buni video uchun ko'rsatganimda o'zim akkauntimga ban berib yuboradi. Chunki bir haftaning ichida o'zi 3ta o'yin oldim. Agar 4-sini buni ham olganimda tamom bo'lardi. Men qo'lim bilan ko'rsatyapman, kamera yo'q-ku. Xullas tugadi. Shunaqa gaplar kimgadir foydali kerak bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar. Sizlarga rahmat, addushi. Agar tushunmagan narsalar bo'lsa, kommentga yozinglar. Men u haqida yana bitta video chiqaraman.